Salom sizlar, ben Timur. Bugun sizlar bilan birgalikda juda ham qiziqarli mavzuni ko'tarmoqchiman. iPhone'ingizni kechasi quvvatlashga qo'yib, uxlab yuborsa nima bo'ladi va bu ishni har kuni qilib kelsa zarari kattami telefonga? Nima uchun bu mavzu bunchalik qiziq? Chunki odamlarni telefonini to'g'ri quvvatlashga vaqti yo'q. Masalan, ishdan charchab keladi kech va nima qiladi? Ovqatini yeydi, keyin borib uxlagisi keladi, to'g'rimi? U telefonni zaryadkaga qo'yib 100% buguncha kutib o'tirib, keyin uyquga yotmaydi-ku, to'g'rimi? Zaryadkaga qo'yadi, uxlayveradi, ertalab yana yuzi bilan ketadi. Xo'sh, kelinglar endi mana shu ishni har kuni qilib kelaversa, nima oqibatlarga olib kelishini gaplashamiz. Undan oldin sizdan bitta like va kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Birinchi navbatda bitta narsani tushunib olish kerak. Hech qachon istalgan telefonni quvvatini 100% dan oshirib bo'lmaydi. Ya'ni 100% dan keyin uni уже перезарядка qilib bo'lmaydi. Qanday? Chunki sizni mana quvvatlagichingizni, mana ko'ryapsizmi, quvvatlagich. Mana bu yerda do'ndiqqina bo'lib tushib turgan joyi bor, plastmassadan qilingan va mana bu adapter pitaniya. Adapter pitaniyaning ichida ham mikroprotsessor bor va mana bu do'ndiqqinaning ichida ham mikroprotsessor bor. Telefoningiz 100% ga to'lgandan keyin mana buning ichidagi mikroprotsessor va buning ichidagi mikroprotsessor bu narsani sezadi, biladi, xabar keladi va уже siz telefoningiz razryadka bo'lgan paytida, masalan 20% da zaryadkaga qo'yasiz, qanaqa tok kuchi keladi. Unaqa tok kuchini o'zi bermaydi 100% kelgandan keyin. Qanaqa tok kuchini beradi unda? Mana masalan qaranglar, telefonim hozir 58% quvvati bor, ekrani yonib turibdi. Men buni ekranini o'chiraman. Ekranni o'chirdim, lekin telefon hozir svязь ushlab turibdi. Wi-Fi ga ulanib turibdi, to'g'rimi? Tam sotовый связьga ulanib turibdi, и так далее. Va mana shu narsalar uchun ham qanaqadir batareyani mizerniy расход qilib turibdi-da. Tushunyapsiz-a? Va telefoningiz ham 100% ga to'lgandan keyin ana o'sha hozirgi paytda o'chik ekrani bilan svязь ushlab turgan holatida qanaqa mizerniy tok iste'mol qilib tursa, mana bu aqlli quvvatlagich xuddi o'shancha tok kuchini bunga berib turadi. Чтобы sizni quvvatingizni foizini 100% dan pastga tushira olmasligi uchun ushlab turadi. Chunki 100% dan baland qilib bo'lmaydi o'zi. Va shundan kelib chiqadiki, telefoningiz masalan kechasi zaryadkada qolib ketsa, bundoq qarasa agar unaqa kritichniy yomon joyi yo'q, в принципе. Lekin telefoningiz 100% bo'lgandan keyin zaryadkada 5-6 soatlab передержка qilaversangiz agar, to bir kun emas bir kun sizning telefoningizni batareyasini degradatsiyasiga olib keladi bu narsa. Shuning uchun Apple'dagilar optimizirованная zaryadka degan narsani o'ylab topgan. Qaranglar, nastroykaga kiramiz. Tak, bu yerda akkumulyatorga tushamiz. Tak, bu yerda endi состояние akkumulyatorga kiramiz, yo'q, bu yoqda emas ekan. Tak, zaryadkaga kiramiz. Mana optimizированная zaryadka menda yonib turibdi. Va kelinglar o'qib ko'ramiz nima deyilgan bu yerda. Когда лимит заряда установлен на отметке 100%, iPhone может откладывать зарядку свыше 80%, чтобы завершать ее только к началу использования. Ya'ni buni ma'nosi nimada? Masalan, aytaylik, sizning telefoningizning quvvati 20% bo'ldi kun tugagandan keyin. Siz zaryadkaga tiqdingiz, optimizirованный zaryadka yonib turibdi, zaryadkaga tiqdingizda uxlab oldingiz. Va telefoningiz 80% gacha juda ham katta kuch bilan quvvat oladi, ya'ni juda ham tez yig'ib oladi 80% ni va 80% dan 100% bo'lguncha esa siz uyg'onishingizdan oldin o'sha qolgan 20% ni sekinroq kuch bilan to'ldirib qo'yadi, чтобы 100% bo'lgandan keyin telefon zaryadkada ko'p qolib ketgandek bo'lmasligi uchun. Tushunyapsiz-a? Chunki siz masalan har kuni soat 7 da turadigan bo'lsangiz, to telefoningiz 7 gacha 100 qilib qo'yadi. Tushunyapsizmi? Mana 20 minut qoladi 7 bo'lishiga, o'sha paytda to'ldirib qo'yadi qolgan 20% ni va уже передержка bo'lmagan bo'ladi. Telefon qayerdan biladi men har kuni 7 da turishimni desangiz agar, to telefon to'poy emas do'stlar. U aqlli. Siz har kuni kecha zaryadkaga qo'yaverganingizdan keyin u sizni rejimingizni o'rganadi. Har kuni soat nechida turyapsiz, nechida turib zaryadkani sug'uryapsiz. O'shanga qarab adaptatsiya qilib to'g'rilanib oladi. Boshida bu narsani noto'g'ri ishlashligi mumkin optimizirованный zaryadka, lekin har kuni siz bir vaqtda turadigan bo'lsangiz, keyin asosda sizga o'sha adaptatsiya bo'lib oladi va bu haqiqatan bor narsa, fakt. Lekin agarda siz har kuni har xil vaqtda turadigan bo'lsangiz, to optimizirованный zaryadka funksiyasi siz uchun menimcha befoyda bo'ladi. Shuning uchun doimiy ravishda optimizirованный zaryadka funksiyasini yoqib qo'yinglar va mana bu limit zaryadkani 100% ga qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Va buni o'zi boshqaradi. 80% gacha tezroq zaryadka, qolgan 20% ni sekinroq zaryadka qiladi. Bunaqa hech qanaqa zarar yo'q. Nabarot, telefoningizni batareyasini uzoqroq yashab berishiga xizmat qiladi. Va bu narsa to'g'ri ishlashligi uchun sizga albatta originalniy quvvatlagich kerak bo'ladi. Originalniy sim va original adapter pitaniya.
Mana bu provodi o'zi korobkasidan chiqadi-ku, originali, lekin adapteri chiqmaydi. O'sha adapterni ishonchli joydan sotib olishga harakat qilinglar do'stlar, чтобы sizni hech kim aldab ketmasligi uchun. Chunki Apple'ning o'zi o'ylagan mana shu optimiziranная zaryadka funksiyasi faqatgina originalni quvvatlagich bilan ishlaydi do'stlar. Agar mabodo u original bo'lmasa, juda ham arzon garovdan kelgan bo'lsa, masalan, qaysidir pirogdan sotib olgan bo'lsangiz, to uni ichida hech qanaqa ограничитель protsessorlari bo'lmaydi do'stlar. Tushunyapsizmi? Hech qanaqa stabilizatori ham bo'lmaydi, balosi ham battari ham bo'lmaydi va Apple o'ylagan optimizmni zaryadka ham ishlamaydi va u quvvatlagichlarga hech qanday garantiya yo'q do'stlar. Telefoningizni batareykasi shishib ketsa ham hech kim garantiya bermaydi, portlab ketsa ham, yonib ketsa ham hech kim garantiya bermaydi do'stlar. Shuning uchun mana bu narsadan ekonom qilmaslik kerak. Endi original tursa bir $30 tursa kerak maksimum, balki undan ham arzonroqdir, no примерно mana shu $30 atrofida do'stlar. Qayerdan sotib olishni afsuski ayta olmayman, chunki bu reklama bo'lib qoladi. Siz o'ylaysiz, sen butun rolikni mana shuni reklama qilish uchun qilsam-da, yo'q. Men sizga foydali ma'lumot berish uchun qildim bu rolikni. Hech qanaqa reklama tiqqanim yo'q bu yerga. Agarda bu reklamamizga kimdir kirmoqchi bo'lsa, to uni narxi qimmat bo'lardi do'stlar. Chunki bu rolik YouTube'da o'chmaydi, turaveradi va qancha odam zapros yozib kelaversa, bizni roligimiz o'sha do'konga uni doimiy ravishda yo'naltirib turadi. Shuning uchun bu roligimizni reklamasi qimmat turadi. Shuning uchun biz reklama tiqmadik do'stlar. Umuman olib qaraganda batareya nimani yoqtirmaydi? Albatta issiqlikni yoqtirmaydi. Tем более hozir ko'chani ko'ryapsizlar, 50 gradusdan ziyod issiq bo'lyapti do'stlar va bunaqa holatda nafaqat telefonni asrash kerak, balki o'zingizni ko'proq asrashingiz kerak. Va telefoningiz zaryadkada turgan paytida farqi yo'q, u issiq paytidami yoki sovuq paytidami, telefoningiz o'sha yostiq tagida, ko'rpachaning tagida qolib ketmasin. Nega? Chunki telefon zaryadka olayotgan paytida batareyasi o'zi shundoq ham qiziydi. Va agarda u yostiq tagida turadigan bo'lsa, to u issiqlik hech qayerga tarqab ketmaydi. O'sha telefonni o'zini ichida yig'layveradi va telefoningiz перегрев bo'ladi. Batareyasi ham перегрев bo'ladi. Shuning uchun issiqlik tarqab ketadigan, ya'ni tashqariga qo'ying. Agar chiqolingiz juda ham qalin bo'lsa, bunaqa issiqda to uni yaxshisi yechib zaryadkaga qo'ygan ma'qul do'stlar. Shuning uchun batareyani hech qachon перегрев qilmanglar. Ikkinchisi, agarda siz mashinada yuradigan bo'lsangiz, telefonni nima qilasiz? Holderda ishlatasiz, to'g'rimi? Va hozir mana issiqni ko'ryapsiz. Lavovoydan to'g'ridan-to'g'ri telefonga issiq quyosh urib turadi va bu ham juda ham yomon narsa telefon uchun. Iloji boricha mana hozirgi yozgi paytda deflektorni oldiga qo'ying, chunki konditsioner yoqib yurasiz, to'g'rimi? Endi umid qilaman yoqib yurasiz. O'sha deflektordan chiqayotgan sovuq shamol telefoningizni yaxlatib turadi va shuni hisobiga перегрев bo'lmaydi do'stlar. Lekin qishda siz pechka yoqib yurasiz-ku, pechka yoqib yurgan paytingizda deflektorni oldiga maslahatni qo'ymang, chunki u yerdan juda ham issiq shamol telefoningizni to'g'ridan-to'g'ri orqa tarafiga, ya'ni batareyasiga urib turadi. Bunaqa qilmaslikni maslahat beraman. Umuman olib qaraganda, agarda siz telefonni kechasi zaryadkaga qo'yib uxlab olsangiz va bu ishni har kun qiladigan bo'lsangiz, to в принципе telefoningizga hech qanaqa kritik narsa bo'lmaydi. Ya'ni qo'rqinchli narsa bo'lmaydi. Agarda siz originalni quvvatlagich ishlatsangiz va optimiziranная zaryadka funksiyasi sizda yoniq turgan bo'lsa. Lekin yana bitta maslahat bor do'stlar. Telefonga bir kun davomida bir necha marta tez quvvat olib turgan yaxshiroq, chem bir marta 12 soat kechasi zaryadkada turgandan ko'ra. Mana shu narsani ham inobatga oling. Lekin boya aytganimdek, kecha zaryadkada qolib ketsa ham unaqa qo'rqinchli narsa emas, chunki biz hozir Nokia davrida yashayotganimiz yo'q. Biz hozir aqlli texnologiyalar davrida yashayapmiz va har bitta odamni nima deydi, texnikaga nisbatan bo'lgan xalatnisi, ya'ni o'zbek tilida qanaqa bo'ladi bu? Beparvoligi o'ylangan o'sha injenerlar tomonidan. Tushunyapsiz-a? Masalan, kecha zaryadga uxlab olsa, telefon yonib ketsa nima bo'ladi? Yonib ketmasligi kerak deb mana shu narsalar o'ylangan. Buning ichiga mikroprotsessor tiqilgan, stabilizator tiqilgan, ya'ni iOSning o'zi orqali ограничитель bor. Так что, do'stlar, bir marta yashaymiz, u telefon olsangiz necha yil ishlatasiz? Maksimum 2 yil ishlatasiz. 2 yilda baribir telefon degradatsiya bo'ladi. Bosib ishlatmaysizmi? Va o'shim shunaqa do'stlar. O'ylaymanki, sizga bu video yoqdi va foydali bo'ldi. Agarda shunday bo'lsa, sizdan bitta like va kanalimizga obuna bo'lib ketishingizdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Timur Xatamov, aka Team Line, keyingi rolikda ko'rishguncha.